Qizlar, hozir sizlar bilan ko'zga aksent qilingan makiyajni qaytarib ko'ramiz. Hozir hech qayerga ketmayapman, просто uyda do'y posle video qilish uchun, такой transition video olish uchun, makiyaj qilmoq uchun let's get into it. Yuzimni tondeklab olish uchun ozgina CC krem suraman, chunki men bu krem bilmayman, okислаться qilganmi, srog o'tganmi, bilmayman, lekin g'alati bo'lib qolgan, shuning uchun mana shuni ishlataveramiz. Makiyaj qilayotganda birato'la sizlarga bitta predstoriya aytib bermoqchiman. Men bo'yanishni kichkinaligimdan juda ham yaxshi ko'raman. Mana oyim salonda ishlaganlari uchun har doim kichkinaligimizdan biri kosmetika, fen, gafri salonda bo'lish kerak bo'lgan narsalar oyim salonlarda ham bo'lardi, uyda ham bo'lardi. Чтобы oyim klientlari, qo'shnilar yoki uyimizga yaqin turadigan odamlar uyimizga kelib sochini qildirib ketishi yoki makiyaj qildirish uchun. Любой qanaqadir maytafunda bayram, kimnidir tug'ilgan kuni, to'y, qanaqadir marosimlar bo'lsa ham hammasida oyim bizani bo'yantirib qo'yardilar. Men boshqa salonchini qo'liga o'tirmaganman hech qachon. Hammasini oyim qilardilar menga. Oyim o'zlari salonda ishlagan bo'lsa ham bizga hech qachon bo'yanishga ruxsat bermasdilar. 11-sinfgacha umuman maktabga bo'yanmasdim. 11-sinfda litseyda 2-kurs bo'lgan paytlarim уже sal blesk surib, tam yo'q o'zimga qarashni boshlaganman, lekin ungacha вообще bo'yanishni ham bilmasdim. Maktabga borgan paytlarim sochimni faqat o'rib yurardim. Oyim har ertalab o'rib qo'yardilar. Litseyga kirgandan keyin sochimni yoyib yurishni boshladim, lekin ungacha hech qachon yoyib bormaganman sochimni. Universitetda 1-kurs bo'lganimda bo'yanishni boshlaganman. Birinchi marta o'shanda tonalka bilan chiqqanman ko'chaga. To'g'risini aytsam, men haligacha bo'yanishni yaxshi bilmayman. Просто chaplayman, u yoq bu yoq o'xshasa o'xshadi, o'xshamasa sorry not sorry bo'lib ketaveraman. Har doim mana shunaqa do'y posle videolarni olsam, men uchun qanaqadir terapiya har doim. Men 1-sinf tugatgan paytim 2-sinfga o'tganda yozda bilmayman, hech narsa qilmasdim, faqat uyda o'tirardim. Shuning uchun ham yozda oyim ishxonalarga borib, ishxonalarda o'tirardim. Sababini haligacha bilmayman. Yoki kursga borarmidim, просто uyda bir o'zim o'tirmasligim uchunmi, oyim ishga borardilar, ishlarida qarab o'tirardim, makiyaj qilardilar, boshqalarning sochini qilardilar, rosa havasim kelardi, o'zimni ham salonchi bo'lgim kelardi. Lekin oyim o'qisin deb o'shanda kara-kara yodlatib o'tirardilar bo'sh vaqtlarda menga. Issiq shunaqangi ko'chasi terlab ketyapman, yuzimdan suv oqyapti. Yuzimga attalamayapti, terlab ketganman. Endi o'rtoqlar nima qilishni men bilmayman. На этом ограничиваются все мои знания по макияжу, поэтому уже будем действовать по интуиции. Растушевка qilyapti ichimdagi ovoz. Umid qilamanki, ichimdagi ovoz mendan qasdi yo'q. So, we're done. Endi hozir obrazga kirishim kerak. That's my final look.